qachon muskul zo'r o'sadi? Sizni muskul o'zi siz qilayotgan trenirovkangizga ham katta rol o'ynamaydi. Trenirovkada muskul o'smaydi hech qachon. Muskul uyquda o'sadi. Va o'sha trenirovkadan keyin ishlatgan o'sha nimalarni BJU deymiz-ku, belki jiri uglevod, oqsillar, o'sha uglevodlarni to'g'ri berilgandagina muskul o'sadi. Siz yillab 1 yil emas, yana 1 yil qilishingiz mumkin. Katta o'zgarish sezmasligingiz mumkin. Bu tabiiy holat agar siz boyiga trenirovkadan boshqa vaqtdagi kun tartibingizga to'g'ri amal qilmasangiz. Ya'ni bu asosan oqsilli miqdori. Muskul faqat oqsil bilan o'sadi, tushunishingiz uchun. Uni o'rnini hech qaysi produkt bosa olmaydi. Qarang, endi yana bitta muammoli tarafi. Oqsil redkost. Men o'zimda bo'lgan holat, men hisoblab yuraman-da oqsilimni. Imkon darajada hisoblayman. 70%, 80% qila olaman, chunki men ham ish bilan, boshqa bilan bu menda ham 100% hisoblab yeyolmayman. Deylik, ko'cha-kuyda ish bilan yurib qolasiz-ku, bilaman men belok yeb olishim kerak-da oqsil. O'sha normam bor, kunlik. Juda qiyin. Mana любой siz bilan kiramiz, любой magazinga, просто statistika chiqamizda, to'g'ri duch kelgan 10 ta magazinga podrяд kirib chiqamiz. Kiringda mana seli do'kon, katta do'kon ichi to'la narsa, qarangchi qanchagina produkt, oqsilga boy produkt, mahsulot bor shu do'konlarda. Juda ham kam. Oqsil topa olmaysiz. Nima topasiz? Redki, u ham hamma joyda yo'q. Tvorog. Nima ya, siz magazinlarimizda men rosa qiynalaman shu masalada. Juda ko'p men stalkovitsa qilaman. Oxirgi paytlar o'sha proteinni bankasi bilan mashinaga solib yuradigan bo'lganman ko'pincha. Yoki hozir bitta yana o'rganib olgan narsam grechiskiy yogurt chiqdi, baraka topsin shu Dobry firmasi. Juda optimal yechim berdi. Lichni menga juda qulay bo'ldi. Shunda olaman. 33 gram oqsili borda bitta 330 gramlik bankasida. Yog'i jirni spas, uglevod yo'q. Yeyilishi yengilda. Men mesela tvorog yeyolmayman, tvorog yutimi qiyinda, bilasiz, yutish qiyin tvorog. O'zi suxoy narsa. Tim bo'lsa uni tvorogga ham yog'li, yog'sizi bor. Nima demoqchimanki, sal qochib ketdim boshlaganda mana. Sizni muskulingiz o'sishi, chiroyli forma qilish bu sizni trenirovkangizga afsuski uni o'zi yetarli emas. Sizda albatta metabolizmingiz yaxshilanadi, svязкалаringiz yaxshilanadi. Bu degani umuman trenirovka qilmay qo'yish kerak degan narsadan yiroqman. Agar bunga chuqurroq kiradigan bo'lsak, muskul faqat oqsil bilan bog'liq narsa. Siz deylik, mana sizni masalan hozir 90 kilo deb olaylik va sizni 90 kilodan deylik muskul massangiz bor, yog' massangiz bor. 90 kilo hammasi muskul emas-ku sizda. Deylik 60 siz mana sizda yog' massa kam, chunki suxoysiz o'zi bilinadi. Deylik bir 65-70 kiloyingiz muskul massangiz, 20 kiloyingiz yog' massangiz, o'sha muskul massangizdan 70 kilo deb olsak, muskul massa, мышечный massani kamida 1 kilo massangiz uchun kamida 1,5 gram oqsil yeyishingiz kerak. Atak 2 gram bo'lsa juda yaxshi. То есть 70 gram bu muskul massangiz bo'lsa 2 ga ko'paytiramiz. 140 gram oqsil yeyishingiz kerak. Qarang. Kami 140 или хотя бы 1,5 gramdan hisoblasak, 110-120 gram. Nima demoqchiman? 140 gram oqsil yeyish uchun bilasizmi qancha go'sht, qancha tuxum, qancha tvorog yeyishingiz kerak. Sizni hozir kunligingizni hisoblasangiz, sizniki 100 ga yo boradi, yo bormaydi, to'g'rimi? Bu liba qarang, baliq yeyishingiz kerak, liba tuxum, liba go'sht, liba tovuqning grudinkasi, liba tvorog, liba proteinli batonchik bor. Endi u ham hamma joyda yo'q protein batonchiklar. Lekin qarasangiz, uglevod, hamma o'sha bistri uglevod, shirinli, yog'li, shirinli, GMOli narsalar to'la. Bu birinchi taraf. Ikkinchi tarafi, sizda o'zi bazaviy agar yo'q bo'lsa, yana ham qiyin. То есть siz deylik, o'sha 20 yoshingiz, 22 yoshingizgacha qaysidir sport turi bilan professional shug'ullanmagansiz, sizni turmush tarzingiz sportga bog'liq bo'lmagan, muskullar o'sha o'sib rivojlanadigan davrida sizda rivojlanmagan. Deylik, sizni sohangiz unaqa bo'lmagan. Unaqa holatda yana ham qiyin. Ko'pincha shunaqa bolalar bor, deylik 20-22 yoshgacha qaysidir sport bilan zo'r shug'ullanganda, orada 5-10 yil tashab ketgan, yana kelib 33-35 yoshda yana qaytaryapti. Ularda baribir мышечный pamyat qolgan bo'ladi. Nisbatan sizga o'sha davrda trenirovka qilmagan odamlarga nisbatan bu qilganlarniki muskuli tezroq o'sadi. Chunki muskulli xotirasi bo'ladi baribir. Iloji boricha o'sha sal oqsilni ham nazorat qilsangiz, oqsilingiz qolmasiga garantiya beraman, 2 oy davomida oqsilni men aytgandek tartibda hisoblab, mana 1 yilda bo'lmagan o'zgarishni sezasiz 2 oyda.
Faqat har kuni o'shani hisoblab yeyishingiz kerak. Muskul любой yoshda o'sadi. Bu deganim siz ba'zi sportsmen bo'lmagan bo'lsangiz, testosteroningiz pasayib ketgan, sizda o'smaydi degan narsadan yiroqmi? 50 yoshda ham muskul o'stirsa bo'ladi, 60 yoshda ham o'stirsa bo'ladi. Boyidek to'g'ri BJUni kontrol qilish kerak lekin o'sha oqsillar, yog'lar, uglevodlarni strogi hisoblab plus o'sha muskul guruhlariga bazaviy mashqlarni bersangiz, o'sha katta mushakli guruhlariga, oyoq, grud, bellarga ishlab, oqsillarni yetarlicha berib, uyquni to'g'ri qilsangiz, любой yoshda muskul o'sadi.